Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'taman. Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yilda iste'molchilarga energiya resurslarini bir me'yorda va xavfsiz yetkazib berish bo'yicha tizimni raqamlashtirish, sohani to'liq modernizatsiya qilish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda energiya resurslaridan oqilona foydalanishni nazorat qilishga qaratilib, ushbu yo'nalishda ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilandi. 2025-yil davomida iste'molchilarga 20,6 milliard metr kub tabiiy gaz va 637 ming tonnadan ortiq suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Jamiyat tomonidan qariyb 1046 kilometr tarmoqlarda qurilish-montaj ishlari amalga oshirildi. Jumladan, respublika gaz taqsimoti tizimini 2025-2026 yillar qish mavsumiga tayyorlash uchun o'tgan yillar qish mavsumida kuzatilgan muammo va kamchiliklar puxta tahlil qilinib, xulosalar chiqarilgan holda natijador va aniq manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqarildi. Hamda 558 kilometr gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qaror va topshiriqlariga asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar uchun 148 kilometr yangi gaz tarmoqlari qurilish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, 1023 dona gaz taqsimlash punktlari mukammal ta'mirlandi hamda 50,2 ming donasi texnik taftishdan o'tkazildi. 7,6 ming kilometr gaz quvurlari bosim ostida sinaldi va 22,6 ming kilometr yer osti gaz quvurlar holati maxsus laboratoriya mashinalari orqali tekshirildi. Hududlarda 6159 dona gaz taqsimlash punkti demontaj qilindi hamda texnologik yo'qotishlar 1,8 million metr kubgacha qisqartirildi. Shu bilan birga, islohotlar davomiyligini ta'minlash maqsadida belgilangan rejaga asosan 318.579 ta xonadonga gaz bosim rostlagichlar o'rnatilib, ta'minot 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida jami 74 dona maxsus avtotransport vositalari xarid qilinib, foydalanishga topshirildi. Suyultirilgan gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 28,9 ming dona qo'shimcha maishiy gaz ballonlari yetkazib berildi va 5 ta xususiy gaz to'ldirish inshooti jalb qilinib, saqlash quvvati 171 tonnaga, to'ldirish quvvati 2,5 ming tonnaga oshirildi. Mazkur yo'nalishda shaffoflikni ta'minlash hamda korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida gaz ballon yetkazib berilganda qabul qilib olingan xonadon egasining yuzini identifikatsiya qilish orqali tasdiqlash Face ID tizimi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilib, ishga tushirildi. Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan iste'molchilarning murojaatlari bilan ishlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Hududiy gaz ta'minot filiallari va tuman shahar gaz ta'minoti bo'limlarida boshqaruv raisi, rais o'rinbosarlari, tarkibiy bo'linmalar rahbarlari hamda mutaxassislar tomonidan sayyor ommaviy qabul qilish tashkil etilib, joyida hal etilgan murojaatlardan tashqari sayyor qabullarda 207 nafar shaxsiy qabulda 485 nafar fuqarolarning og'zaki murojaatlari ro'yxatga olinib ko'rib chiqildi. Jamiyatning quyi tuzilmalar rahbarlari tomonidan shaxsiy qabullarda 10.541 nafar, sayyor qabullarda 20.546 nafar jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning vakillari qabul qilinib, barcha murojaatlar joyida hal etildi. Prezident virtual qabulxonasi orqali jamiyatga fuqarolarning jami 43.737 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning 40.833 tasi to'liq ko'rib chiqildi. Ko'rilgan murojaatlarning 38.905 tasi qanoatlantirilib, 1928 tasi bo'yicha fuqarolarga huquqiy tushunchalar berildi.
Qolgan 2904 ta murojaatlar hozirda ko'rib chiqish jarayonida. Amalga oshirilgan harakatlar natijasida murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan 27% gacha qisqartirilishiga erishildi. E'tiboringiz uchun rahmat.